Kia Carnival avtomobilini ko'rsataman. Jemchuq rangda 2006-yil ekan, long versiyasi. Holati yaxshi turgan tayyor mashina, metan gazli uстановка qilib qo'yishgan ekan. Holati zo'r. Xo'p, balonlari yengidek holatda, masli balonlar taqib qo'yishgan menimcha. Tishlari ham zo'r holatda turibdi. Kraskasi menimcha tasvit qilib yuborishgan. Salonlari ham приятный, молочный salonda. Ozgina mehr berasizlar, mashinaga zo'r holat keladi. 380 ming probeg bo'libdi. Hamma narsasigacha bor, abagrev, avtomat korobka, multirul. Salonlari ham zo'r holatda. Joyini bitta mana shu joyini qoldirib olsanglar, yaxshi holatga keladi. Bemalol probeg tekshirib olsanglar bo'ladi. Stendlarni qaranglar, молочный salon, long versiyasi turgan tayyor. Hadoylari yaxshi ekan. Shu kraskasi tasvit qilib olgan, o'zingiz uchun proyekt tekshirib olishingiz mumkin. Ikkitalab gaz ballonlariga turibdi, tagida paklankalargacha bor. Mashina holati normalniy. Bu mashinani sizlarga olib maza qilib haydashingiz uchun 5300 ga berib yuboramiz. Bosib yuboringlar.